öter günlerim Sığınğanda baxdım yıldızğa Gözüm gökte sende xiyalım Tüncü qarda yürüdüm bağlarda Kelip ketdi qanchilab bahar Qarg'ach kabi kelmadim biram Uzutarmı bu dünya meni Görüşüşke bermeyla fursat Nima bo'lsa bo'lsin azizim Kelip yana ketgin bir qatim Tirik murda bo'lib yurayman Judalıqda muzlig'ach tenni Seni saklab öter günlerim Sığınğanda baxdım yıldızğa Gözüm gökte sende xiyalım Tüncü qarda yürüdüm bağlarda Kelip ketdi qanchilab bahar Qarg'ach kabi kelmadim biram Uzutarmı bu dünya meni Görüşüşke bermeyla fursat Nima bo'lsa bo'lsin azizim Kelip yana ketgin bir qatim Tirik murda bo'lib yurayman Judalıqda muzlig'ach tenni Yuragimda saqladim gülüm Eslatgan qo'yog'liqimni Ketdi madar hijron dardida Faqat oydin so'rayman seni Faqat oydin so'rayman seni Xo'sh, To'qima. Aziz mehmonlar bilan mush Oblikimjonninki ijodiyat hayoti, shundaqla hayoti faoliyat to'g'risida bir qisqagina bir o'rtoqlashqim kelyotdi. Qanday bo'ladi? Albatta bo'ladi. Qo'lqimiz sizda. Xo'sh, Oblikimjon Abdumet 1985-yili Gumnayisninki kelgan yilda tug'ilgan. Mushu bir bayan biz gapimizda o'tib-ku, sanatkor oilasi uchun bo'lgan san'at hujayrasi bilan mana mushundaq san'at hayotini davomlashtirgan deb. Bu yigit kichigidan boshlab san'atga bo'lgan o'tdak ishtiyoqi bilan 1999-yili Xotan viloyatlik Dorim muallimning musiqa kasbiga o'qishga kirgan. Uzluksiz tirishchilik ko'rsatishda 2004-yili Aldımyar nomli naqsh plastinkasini, 2014-yili O'tinmayman nomli naqsh plastinkasini keng jamoatchilikka sunib, jamoatchilikning yaxshi bahosiga erishgan tanatli ijodiyatchisining biri. Shundaq, Oblikimjon to'g'riliq men ham ozroq biladiganim bor. Xo'sh. Oblikimjonning o'zining sop ijodiyati, ya'ni teksti, muzikasini o'zi ishlagan Elib bani tugatdim nomli bu asarini Oblikimjon, uning sevimli qizi Zilola shunaqla uning do'stlari o'rinlagan. Endi bu ijodiyati 2015-yili 6-oyning 1-kuni Xinjiang televiziya stansiyasining 12-chi yurish kanalining balalar bayramlik kechaligiga tanlanib, yaxshi bahoga erishgan. Shunaq, shu kechilikni men ko'rib shunchalik hayajonlangan edim, chunki bizning shu Oblikimjon bilan qizninki sahnada o'rilgan shu numar shunchalik chiroyli, shunchalik yaxshi bo'lgan. Xo'sh, unda bo'lsa sahnamizda shu oilaning baxtli oilaning namoyandasi Oblikimjon bilan Umaq qizi Zilolaningki Elib bani tugatdim nomli naqsha shundaqla Umaq kichik do'stlarning usullarini hammamiz birlikda o'zirlaymiz. Marhamat. Marhamat.